Hammamiz diqqat qilamiz. Alinur, İlyas, Abdukerimova ekrana qo'shinglar. Bugun o'tganda mavzurimiz hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotidan. Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining mavzusi va shu mavzusining mazmuni. Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining mavzusi va mazmuni. Umuman hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti to'g'risida aytganda nimalarni ko'z oldimizga keltiramizki, qanday janrlar taraqqiy etganki, kim aytib berdi? Bugunga qadar qanday janrlar taraqqiy etdi bizda? Qanday janrlar asqat keldi? Poeziya, proza ve dramaturgiya. Ya shu üç janr ya umuman Uyg'ur adabiyotida nazmi, nasri va dramaturgiya desa ham bo'ldi. Endi poeziyada qanday nimalar taraqqiy etdi bizda? Qanday yo'lda edebiyotimizda? Barmoq vazndagi she'rlar, modernizm. Modernizm yoki bo'lmasa postmodernizm deganda, modernizm yoki bo'lmasa postmodernizm degan. Shunday she'rlar, masalan, hozir men postmodernizmdan bir she'rni keltirmay, ashna mazmuniga ham to'xtalib o'tamiz. Uni sirtda nimada qanday janrlar borki, zamonaviy adabiyotda prozada nasriy asarlarda Fantastikалық ve zamanı. Nijat proza janrida fantastikалық romanlar ve zamonaviy romanlar. Yani qanday bizda taraqqiy etmagan yani qanday janrlar bor? Bugungi zamonaviyda kim aytib berdi? Detektiv. Mistika. Mistika, detektiv yana. Thriller. Mara? Thriller. Horror filmlar malim. Qanday? Fantastik tariqat. Horrorlik filmlar. Ужас. Aha. Yana. Fantastik film. Boyviklar dedi yana. Yana. Chamidi. Yani qanday nimalar taraqqiy etgan, taraqqiy etmagan yani qanday janrlar bor bizda dramaturgiyada? Dramaturgiyada qanday janrlar bor biz taraqqiy etmagan bölümde? Taraqqiy etgan qanday janrlar bor? Komediya, multfilmlar. Zamanıviy ko'rishlar, amaliy janrlar yana nima? Yani Malim dramaturgiya tarixiy shaxslar to'g'riliq haqida taraqqiyot etgan deb o'ylayman. qaysilar masalan? Masalan, Nozik Umid Barxon degan Sadir Polvon, spektakllar shu spektakllar qo'yilgan, bugungi kunda teatrimizda qo'yilib, o'zining tomoshabinlar bilan yani qalbini o'rin topgan durust. Umuman darsdagi bu o'tgan mavzuimiz bo'yicha qisqacha bir nima o'tdik. Hozir men sizlarga 5 minutda men she'rim deb olay. Bunlarım okuna. Malim ko'rinmaydi deb aytaman. Qana yo'g'on Demonstratsiya deb o'tirgan. Kimga ko'rinyapti? Mana endi ko'rinadi. Aha. Minbarda Anlanmadı taqlar. Sarg'aygan. Anchog'anmi? Anlanda qaydan o'qina? Malim Anlandı. Minbarda taqlar. Sarg'aygan bog'lar,
Sargaygan bağlar şamalgı bakmaz. Çünkü minberde tağlar sözleydi. Tülküdün mertlik kütmegen cahan, kınığı yolunu sağlam sözleydi. Ünsüz yatsımı, danadır toğrak, huvluk kumlarımı kılalmaz sorak. Erkilep bugün sekirmez oğlak, imanğı teyyar turgandek solak. Ben kötürəm. Minberde tağlar həqni sözleydi. Deydi bu taqqa her kim tözmeydi. Çakırgan yağmur köz yaş kılganmı, dıldı leşler hergiz sezmeydi. Külgen sandığı talaştı kaldı. Ahiri külgennin külkisi həqdir. Mana kelgende bulduk sodiger, neside teley yok hemsi nəxtir. Yapma betimni varaqlısın dep, vicdan kitabı yelpilder məğrur. Böyle bolsumu tartıp türdinep, tağdın tüzülgen bolğaçqa gurur. Kim nemi düşendi? Kim nemi düşendi? Birinci kubletdaya sargaygan bağlar şamalgı bakmaz. Çünkü minberde tağlar sözleydi. Tülküdün mertlik kütmegen cahan, kınığı yolunu sağlam gözleydi. Nem doğruluk dedi. Bunlarım anlanma atısını ki. Avazını çok koydunuz. Ya, kayıt noqatqanı. Kim şendip berdi, nem doğrusu berdi? Nem doğrusu dep oylaysam da. Fikrini aytыңlar, o hiç qanday düşünmemiz. Sargaygan bağlar şamalgı bakmaz. Çünkü minberde tağlar sözleydi. Tülküdün mertlik kütmegen cahan, kınığı yolunu sağlam gözleydi. Birim çanıla mı? Necat? Beşideki iş. Aha. Sizden. Bunlara mı? Beşideki iş kurda bu yerde şamalga, tağ şamalga bakmaydı. O özü, sebebi özü minberde tağla özara sözleydi dedi. Şu şamal. Kalan çıkarım canım. Alim tülküdün mertlik kütmegen cahan bağı. Meni oyimcha yaxshi adamdan yomon adamdan yaxshilik kutmagan o'xshash bilan связан deb o'ylayman. Yani kimning o'yi fikri? İlham sen qanaqa tushunyapsa? Voy men çam. Enver sen nima tushunding? Bilmem, rastlatsam uçağımı dönmedi. Bir qaramoqqa bu mo'ljamalım bir qism buqaga mo'diga o'y kelyotsa birdam shamal to'g'risida birdam tog' tuyg'usida keyin birdam tulki o'tib ketdi-da, keyin qaytilib bir ugular ketdi deb da qarasanglar. Ikkinchi quri вообще boshqacha unsiz yatsimi donodir, to'g'roq degan 1000 yil yashaydigan qumliqda o'sadigan o'simlikning bir turi da. Shuni unsiz yatadi to'g'roq deb. Endi bu yerda minbarda tog'lar degan minbar degan nima o'zi? Minbar degan tushundinglarmi? Minbar degan tribuna degan so'z. Tribuna. Chiqib so'zlaydigan bor, tribuna. Ot ashada tog'lar turdi deydi. Ko'rdinglarmi? Bayaq biz aytgandek, o'qishchi selishtirishlar so'zning nima jaranglik yaxshi anglash uchun minbarda tog'lar. Demak, tribunda so'zlayotgan u tog'lar. Tog' degan endi adabiyotimizda cho'qqini bildiradigan, cho'ng bir narsani bildiradigan, undan keyin adabiyotimizda o'sha bir ishash qiladigan narsa, ishonch teg'im deb so'zlaymiz biz. Ishash qiladigan narsa, o'ziga qo'rg'on qilgan narsa. Endi sarg'aygan bog'lar shamolga boqmas, chunki minbarda tog'lar so'zlaydi. Degan bugungi kunlikda millatimizning bugungi holati. Ya'ni sarg'aygan bog'lar u biz millat bo'lsak, shamolga boqmas degan o'zi sarg'ayib oran tushimi baribir shamolga bo'y bermaydi degan so'z. Bugungi ig'irchilikqa baribir bo'y bermaydi. Chunki minbarda tog'lar so'zlaydigan, chunki u mening millatimning quvvatini
Bu haq gap degan so'z. Haq gap degan u bizga qo'rg'on emas, durustmi? Shuningga sarg'aygan bag'lar shamolga boqmas, chunki minbarda tog'lar so'zlaydi. Chunki bizning qilayotganimiz qiynalyapsaqmi, bizning minayotgan yo'limiz haq. Bizning aytayotgan gapimiz haq. Ya'ni ko'rgan bayaqi epifirlarni qo'llanmay, bizning aytayotgan so'zimiz haq, bizning minayotgan yo'limiz haq, bizning qilayotgan ishimiz haq. Mana shunlashqa Türkiye'den mertlik kütmegen jahan kınığı yolunu sağlam gözleydi. Endi bizning taqdirimizni, bizning nimimizni har xil millat vakillari har turli o'ziga tatdi, tariximizni keltiramiz. Rus xalqi anday tatdi, Xitoy xalqi mayak tatdi. Hammasini Turkiyaga qiyos qilishda endi qanday tarixni qilsa, endi ularga ish qilmaydi. Ularni odam xalsiga tushmaydi. Qanaqa yo'lni sağlam ko'zlaydigan o'zi yo'lni endi o'zi topildi. Bilmem. Bir qarmoqqa yerda tağla bağla to'g'ri bo'lsa, lekin ko'chma ma'noda berilgan. Postmodernizm degan mana shu. Ko'chma ma'noda berilishi she'rni. Buni o'sha o'qituvchilar, selishuvchi adabiyotni cho'nqur cho'kkan odam buni bayaqi til madaniyati statistikasiga ham bu ayt yaxshi keldi. Chunki shunday o'qitish selishuvchini bilishimiz kerak. Har qanday she'rni jiq o'qigan odam she'riyatni cho'nqur qonimiz bor. Bir jumla bu she'rning ma'nosiga cho'kib ketadi. Lekin sizlar bunday she'rlarni anglamaganlikdan, chunki bizning Uyg'ur adabiyotida aytdi, oz bunday she'rlar anglamaganlikdan buni bir dil tushunib ketamiz. Nima to'g'ri, nima bog', nima tog' bu yerda, nima tulka, tulkini martib kutmagan jahon degan so'z. Qashta qulladimda, qul o'zining foydasini o'ylaydiganlarni endi bir yaxshilik kutmaydi. Endi undaqlarga aldanmaymiz. Biz tarixda aldanib bo'ldik degan ma'noda. Ikkinchisi ünsüz yatsımı danadır toğlaq, uğuluq qumlarda qılalmaz soraq. Erkilep bugün səkrilməz oğlaq, imanğı təyər turğandı solaq. Endi ünsüz yatsımı danadır toğlaq. Bugün birlikte avazımız dünyaga tonulmasıma, anlanmasıma, lekin mening xalqim dana degan so'z. To'g'roq degan 1000 yil yashaydigan narsa, endi xalqimizni shu to'g'roq qiyos qilishimiz. Endi necha 1000 yillarmi yana yashaydi. Shuningga shu millatni, o'zining millatini to'g'roq o'z millatimizni to'g'roq qiyos qilyapman. Qullarni qilolmas so'roq. Endi qanchalik azobladimi, endi u bo'y bermaydi. U ko'nib qoldi unda azoblarga. Undaqlarga o'lmaydi endi degan so'z. Erkilep bugün səkrilməz oğlaq, imanға təyər turğan. Şundaq bir erkiligisi kesimi, endi onun erkileydiğen nimisi yok. O bildi özünün hayatı, xo'p ekanligini degan so'zda. Keyingisi minbarda tog'lar haqni so'zlaydi. Deydi bu taqqa har kim to'zmaydi. Mana minbarda tog'lar haqni o'zsak tushunishlik bo'lgan bo'lsa bu qurlay haqni ko'zlaydi. Deydi bu taqqa har kim to'zmaydi. Chaqirgan yomg'ir ko'z yosh qilganmi, dilni nashtar hargiz sezmaydi. Endi ko'z yoshma qilishni to'xtatdi. Shunchalik ko'z yosh qildik. Uni hech kim bugungi kunda sezmayapti. Qanchalik azobini hech kim sezmayapti. Mana shundaq qolgan qurlarni men gruppaga tashlayman, chiqta she'rni sizlar keyin uyda takror qilib kelsa, o she'rning asl tub ma'nosini nima ekanligini shundaq tushunib tirishsizlar. Men uning qattiq so'kish bermayman. Sen uni durust yozmabsan, bu durust qilmabsan. Chunki sizlar uni kim qancha darajada tushundu, shuni ko'ramiz. U haqiqatda filosofiyalik o'y fikrga qachlangan she'rning turlari bu. Filosofiyalik o'y fikrni talab qilgan. Endi uyga menim topshirib bergan kimda kirdi? Siz qaysi William Wallace'ning shoirning kelajak adabiyotimiz bo'lgan fikrmi? O'qib beraman. Hammasini o'qib beraman.
Her narsani seliştirish bilan taraqqiyot va to'g'rilik holatini bayqash tez emas. Mana shu turmushni qaraganda kengaysh davridagi andin mustaqil Qozog'iston davridagi va ayni zamondagi adabiyotni selishtirsak, tarixlar mana men deb oldimizdan chiqqan. U zaman bilan bizning zamonimizga yozilgan xatlar ko'lamini tarilish miqyosini qaytib asarlar ayni zamon talabiga loyiqmi sufati yo'q. Birinchidan, zamon talabiga loyiq asarlar yo'q emas bor, lekin o'ylab ko'raylik. Ikkinchidan, asarlar sufatida qarasak, yomon degan bahodan yaxshi degan baho diapazonlargacha asarlar o'rin olgan. Hozirgi kitobni hammasi chiqaradi. Xohlasang nima kiyding, nima yeding, qayerga bording, nima qilding. Qisqasi har qanday mavzuda kitoblarni chiqarishga huquqlimiz. Adabiyotga go'zal beg'ining adabiyotga qamasqini yaqin kelmaydigan adabiyotga hech qanday aloqasi yo'q kitoblarni yorityapti. Bunday kitoblarning haqida qilishning keragi yo'q. Endi adabiyotga aloqasi bor kitoblarga qanday baho beramiz? Hozir adabiy bilim elib va oshirish, adabiy tadqiq nashr qilish va targ'ibot ishlari yo'lga solingan zaman. Bilimni milliy adabiyotimizning ideyaviy badiiy quvvatini mustahkamlashga, kasbiy darajasini texmo oshirishga zamin yaratgan Hizmet Abdullinning adabiyot haqidagi o'ylar kitobidan Almuta yozishi 1999 yili o'rin olgan Dastona fikrlar seriyavilik maqolasida o'tirg'a qo'yilgan tavandagi fikri bilan boslashni muvofiq ko'rdim. Go'zal so'z zarralaridan iborat bo'lgan adabiyot maydonida nihoyatda poklik, inoqlik kerak. Ya'ni uningga har qanday zahar zardoblarni aralashtirishning hojati yo'q. Adabiyot xalq o'quvchilar uchun dostona fikr kerak demoqchimiz. Bu yerdagi qaysi fikrni siz durust ko'rdingiz? William Wolf'niki qaysi fikrni? Qaysi fikr sizga naqash mush fikr yoqdi degan? Mana buni fikrini aytdi, o'rinliqga degan qaysi? Qo'shing ovozni. Ovozni qo'shing. Anlanmadi. Anlanmadı da o. Alinor. Alinor. Anlanmadı da değil mi? Ovozini o'chirib qaytgandirmi? Güzel. Anlanmadı da o. Tekrar söyleyeyim mi? Çapırın so'rab qo'ysalar. Naushni chiqarib qaytni kirgizma. Hadi qo'shing qaytni. So'zlama. Anlanmadı. Qanday bo'lsa, Nijat, sen qaysi olimlar fikr bilan kelishding? Gulbahram Qo'shayevani. Men Gulbahram Qo'shayevani. Ha? Adabiy tanqid adabiyotning bugungi ahvolini ro'shan ifodalaydigan va kelgusi yo'nalishni belgilaydigan janr. Biz pul uchun yozmaymiz, faqat xalq uchun yozamiz deb chiqarlarni qancha ko'p aytsam, bu bugungi kundagi ijodkorlarning beshini qaytiradigan va faqat chiqimga elib keladigan ijodiyotga bo'lgan qiziqishni sudurgan bir xalqlik talant ve kabiliyet sanaklık insanlarga Allah'ın bergen soğusi. Edebiyat u söz sanati. Her kandak sanatga talant muhim bolğundek söz sanatiga çoğun kabiliyet ve talant talep kılındı. Bizim keyingi icadi evlat sübtide gevdilangan Varis Edebi İcadiyet Birleşmesi əzalarının icadın
Nazarimda İslam mı? 5-6 yazgıç şairning yetilib chiqilishiga Kamiljon. ishonchim komil. Bo'ldi mana. Qaysi fikr yoqdi berdi sizga? Tabiiyki talant va qobiliyat sanoqli insonlarga Allohning bergan sovg'asi degan Nimishga endi bu yerda bir qattiq tanqid umuman talant to'g'risida aytayotganda bugungi zamon taraqqiyoti to'g'risida nima to'g'ri qarab bugungi adabiyotimiz to'g'risida qanaqa baho beribdi? Nimaru? Biz pul uchun yozmaymiz yoki xalq uchun yozamiz deb o'zining nimasini aytib ketadi. Adabiyot to'g'risida adabiyotga bo'lgan qiziqishni itish uchun adabiyotga bo'lgan qiziqish to'g'risida aytadi. Anvar sen nima o'qiysan? Nima o'qish? Anvar Moncha ma'lumotlar yozmoqman mudarris. Kamiljon Sahida Alimova Nima o'qish? yana bir sizlarga topshirma. Mana o'zinglarning o'y fikrini beshida mushu nima Uyg'ur adabiyotining o'shada men yoshlar adabiyoti bir nazar degan word variant topshirma o'tdim. Hozirgi zamon adabiyoti to'g'risida o'tdim. Umuman shuni qarab bugungi kunlikda adabiyotimizning mazmuni bilan mavzusi nimadan iborat? Shuni ilib shuningga mana shikbatlik word variantda shikbatlik doklad tayyorlab o'tsa. O'zinglarning o'y fikri hech yerda bir yozolmash kerak. Mundaq mavzular bugungi kunlikda adabiyotimiz poeziyaga to'xtalsa bo'ldi. She'rlar. Mundaq narsalar yozilgan. Bu mavzular qo'zg'algan deb bir misol yosh adabiyotimizga, bugungi adabiyotimizga shoir yozuvchilarning she'rlar misollar keltirib, gazet jurnallarning Uyg'ur ovozlarini elib, mana buni Abduljon Aznabakovning mudahka, Mo'lton To'xtovning mudahka, Jamshid Ro'zaxonovning she'rsiz masalan, men Qozog'iston mustaqilligi to'g'risida, Qozog'iston patriotizm to'g'risida ham shoirni tepishga bo'ldi deb, buni shoirlarniki deb misol keltirib she'rlarni etkilsa, ham she'rlar bilan misol keltirib yozmaysanlar, vaqtda 5 bet yozsa. Word variantda shrift 12, oralig'i interval 1, mana bu chaqilib 5 va she'r bilan misollarni keltirib, mana buningda muhabbat to'g'risida mana hamma shoirlar degida xushurshidi bugungi kunlikda buni mavzu yangilik hayotni yangi kuylash bunda modernizm postmodernizm degan she'rning turi mana buni adabiyot xushurshid deb she'riyatimizga o'zinglar o'y fikrlarni gazet jurnallarni o'qib kitoblarni o'qib zamonaviy adabiyot kitoblarini oldinglar gazet hamma Uyg'ur ovoz gazeti yozilsa shu yerdagi shoir yozuvchilarning she'rlarini qurib her hafta degidek bir shoirning she'r chiqadi. Bugungi kunlikda hayot shoirlarning she'rlari chiqadi. Shu she'rlarni misollarni keltirib, umuman bugungi adabiyotimizga baho berib, mana word variantda 5 betlik dokladni o'tsa. Andiki darsda ashuni muhokama qilgan bo'lamiz. Tushunishmi? Shaxsan kim paranqos? Tushunishmi? Menmi? Ha. Vaqtimiz az qoldi. Sen qiranglar, yo'qmi, buyoqmi degicha o'sha vaqt ketdi. Mana 3 minut vaqt qoldi. Uy topshirib tushunishmi? O'tgan mavzuni yana qaytlab kelamiz, bu mavzuni qaytadan hamma nima o'qigan bizga azman o'qib, Nayloning bolalari o'qib berishni hojati yo'q. Mana shu tayyormalar nimani tushundinglar, shu o'y fikrga qo'shilmaslar, qo'shilmasa shu fikrda aytib kelsa. Tushunishmi? Bugun hech kim 5 ag'ayiriq kerak bo'lsa 4 ag'ayiriq. Javob berganlarning hammasi 4 bilan 3 ning oralig'idagi baho. Tushunishmi? Nachar tayyorlangansa, endiki darsga to'liqlab yaxshilab tayyorlab kelamiz. Ma'qul salomat bo'linglar.